Bu darsimizda kompyuterimizdagi mavjud C va D qattiq disklarni hajmlarini o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturga kiramiz. Kirganimizdan keyin qaysi diskimizni hajmini kichraytirmoqchi bo'lsak, tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin izvinit qilamiz. Bu tomonda qaraysizlarki, mana tak bo'sh joy yo'q. Buni biza nechta ham giga qilishimiz mumkin. Misol 180 yoki bo'lmasa 170 yo 160 qilishimiz mumkin. 180 qildingmi, mana shuni tanlaymiz dedi. Okni bosamiz. Okni bosganimizdan keyin bu avtomatik bir necha daqiqa o'zi bo'ladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Bu bo'layotgan payti iloji boricha kompyuterlaringni o'chirmanglar yoki bo'lmasam kompyuterlaringdan chiqib ketmanglar. Ya'ni bu dasturni o'chirib qo'ymanglar. Bo'lmasam turli xil sabablarga ko'ra kompyuteringizda xatolik bo'lib, kompyuteringizda qandaydir joylari nosozlik ishlashi mumkin.